Asal demek tatlı olur da. Bizning tasdiq qilmasan o'g'irlik yeyishga haqqing yo'q. Kechirgin, bu asal bana bekletip ketdi. Qarim yo'q. Men o'z emgak mevamni qo'g'dayman. Sen o'g'rin, oshko'z, insonlarga ziyon solasan. Seni jazolash kerak. Ma'qul. Bosh qilib bir necha qilib ol. Endi aslan hargiz o'g'irlikchi yemayman. Mushuni bilan necha qitim bo'ldi? 90 kilolar. Bu uzun turanning adini beraylik. Hasan örsi pek yamanken, baron imiş kulağına çığı tekkendi o. Uqmayman. Oy bozdu çakmakla. Oy can. Oy çakmakla. Hoşum gide çakmakla. Oy can. Ben bu çoktan beri az saçımını çakırıp geldim. Ma'qul. Asal arslan çıktığımız soğuğunda çıkıvasa çidi Imiş kılamayız. kulağına çığı değdiniz. Birdemçiden ağzı hazırlık gelirdi. Yüzümge kara. Alice, kim o? Chapsan, baronni qutuldirib eling. Nari og'rib qopti. Men to'g'ri ilib olay. Hasanlar chiqyapti. Ha, yana Hasan o'g'irlabdi-da, xo'p bo'pti. Ma'qul, to'g'ri ilib olay. Bibbo, uni harla. Qattiq chiqibdimi? Ha, yuzi ishib ketibdi. Bo'ladi. Doktorxonada buni davolaydigan to'g'ri bor. Berib akilay. Bir tantil kilaman. Saqlab turg'in. To'xta, jim tur. Men sana minay. Ma'qul, shunda qilsak tezroq boramiz. To'xta, jim tur. Kela, men nimamsa, chig'oqda. Ulan geldi. Tez bo'laylik. Ay, qara seni. Nemish qaharlanasini o'g'irladim. Ben sabahını kubul kılımen. Bırak sen bilmezse ben Hasan'ı bırak. Hasan kesemle Hasan'ı tutuyorlar ben şu. Men to'g'ri silkib qo'yay, tezroq saqaysan. Ona bırak. Har bir ishimni aprik supurmoqchi bo'layman. Og'irdi deyman. Mana. Mana tegidi, burunqidan chiroyli qolib ketdim. Bu işlerin belki yarışıda olmasa. Ağırı hırı toxtu diye. Hindi bir kristal. Cuma kızarlıklı çok çömez. Oldu kırıver ola. Oldu. Oldu kulağısın ola. Silahımı bende gelselge amına koysana. Bana uşundak bu kalısına. Hey, vallahi uşundak terbiyelemse. Ondan resmi işke hemen amına. Bunu bize yıkla. Şundak. To'g'ri, buni deb sürgülek nemisi var? Hammaylar biladi. Bo'lmasa, sen bundoq samirib ketarding. Bolalarga bema'ni gaplarni qilmay, foydali gaplarni o'rgat. Nima? Men bema'ni gap qildimmi? G'alati ish bu. Nimaga teriksa, kim tishig'i tegdi, ha? Kim tishig'i Kaçırgan, kaçtım caydemez. Haseler çıkıma demez mi? Çok mesele o'g'irlabsan da. Kela sen bak, sana birinchi darsni o'tay. Kela. Xo'sh. Oylacım o. Nim degan
yaxshi, bek yaxshi bo'ldi. Onun uchun xush bo'lyapman. Kela baro, biz yigirishaylik. Sen bak, tezrek man. Maqbul. Hay, yo'ldan ezib qolmanglar. Xayr xo'sh. Sen bak, sekremey asla mangırsa, uqding. Maqbul. Sen bak. Endi tushundingmi? Sana degan har bir eg'iz gapimni esingda mahkam tut. Men yaxshi o'quvchi bo'laman. Yaxshi, olji izdiganda barliq sezgilarni ishga solish kerak. Biz avval birinchi sezgimizni, ya'ni pura sezgimizni ishga solamiz. Pura sezgimizni Uningga tayanib olji izlaymiz. burnimga purdi. Yaxshi. Burnimga toshqan purgandek qildi. To'g'ri, ammo burniga purganligi uni tutvoqning emas. Men yana sana toshqanning purqiga agishib, uni izini tepishni o'rgataman. Mavi purmoqqa qara. Yopurmoqqa nim bo'pti? Toshqan tishlabdi. U yaqin atrofda o'xshaydi. To'g'ri, purqiga agishib izlaylik. Kilaydi to'g'ri. Toshqanning o'zi. Saqlaylik. Ular hamon chiqadi. Esingda bo'lsin. Cho'qim sabrchan bo'l. Ularni baribir tutamiz. Cho'qdan chiq. Endi toshqanni unutib ketdi. O, nimishqa? Men yana sana boshqa hayvonlarning purug'ini barakatishni o'rgataman. Bak. O binbo'kan. Yo'q. Esingda bo'lsinki, bu faqat bir bug'ning purug'i. Binboning purug'i emas. Shumi esingda bo'lsin. Har xil hayvonning purug'i har xil bo'ladi. Uning nadaligini bilgili bulamdi. Hozir u o'stan bo'yda qarindoshlar bilan elishyotdi. Qara, ana. Amiz bu yerga kel. Ular nimishqa urishdi? Kimning kuchli ekanligini bekitish uchun moral kuchlikka bo'ysunadi. Moral uchun ursa, ular bek ahmoqkan. Yo'q, bu qonuniyat. Bo'g'la topiga faqat birla bo'g' boshlamchilik qiladi. Moral faqat g'olib kelguchiga bo'ysunadi. Qara, avi eng chiroyli moral bu urushni kuzatyapti. Bo'ldi, ularni avar qilmaylik, ketaylik. Yur. Endi qaysi hayvonni qo'g'laymiz? Qoplan aka dema, endi qaysi hayvonni izlaymiz? Hayvon izlamaymiz, suv manbasi izlaymiz. Buni shundoq qilaylik. Bu cho'qimsining 6-sezgi. 6-sezgi degan nima? 6-sezgi bir xil bevosita sezgi. Buni aniq tushuntirish tez. Bunday sezgi bo'rakning cho'nqir qatlamidan chiqadi. Sababini digil bo'lmaydi. Faqat bevosita sezgimizga taynimiz. Shunga ba'zi to'g'ri, ba'zida xato chiqadi. Faqatim xato emas. Men 6-sezgimga tayandim, to'g'rimi? Kesib ayta olsang bag'in. Bevosita sezgimga tayan. Gapimni esingda chin tut. Faqat bo'l. Onun qarab boqay. Ey.
Özümdün. Hücum kılacak. Şundak kılay. Vay can. Bir qo'shqarim bekashga men bu narsamizda o'g'irlik qildi. Yolg'on. Ben sana başkalarını koyda koymatasın. Voy meni qo'yvatgin, sen ben qo'yvatgin. Xato qilibman. O'rmon shoyi Serkon men bu ishqilonni tutishni buyurgan. Qo'ysilmasqa ilojim yo'q. Korkunca. Başkalarını döngümeşçi misin? Ha? Hakim aka. Şu emasmi? Ben de ulan kilenmeydi. Korkma. Rahmat Simba. Ağrı otandı. Ha? Unutqanma, Serkon alilarga bo'ysungan. Onu dep koy. Ben çabağında ona da çok ama intikam alaman. Yokan. Deganlaringni yetkizma. Endi korkma. Bundan keyin ben sana hemroh bo'laman. Ha? Sen bak, yaraysan. Buna anamsın. Rahmat. Sen qanday qo'rqding? Bakıramal birinci dersi ötüvatqanda tuyuqsiz. Nima? Xatar yo'l qolganini his qildim. His qildingmi? Bakıra buni 6-chi sezgi deydi ekan. Shundaqmi? Sening xatar yo'l qolganini uqdim. Oram ağaç aptap qoqnaydi bulamdı. Ha, yaxshi gap bo'ldi. Men birdan ko'zimni yumbalay, bek yerib ketdim. Yana og'riyotamdı. Yo'q, xil aram berdi. Bira ish qilmaymizmi? Chöplikda yetib kunga qarayli, ha? Ma'qul. Shunda qilaylik. Oo, bek yaxshi bo'ldi. Aptap qoqsansan yaxshi bo'lib qolasan. Oo. Oh, ko'zimdek og'rib ketdi. Qanday ahvoling? Oo, bu yerga qo'nma. Yuzimga bir narsa qo'nmaschi deyolmayman. Biroz sana kunga tikilib qarashga bo'lmaydi demaganmi? Ha? Bu baxatarlik. Kun ko'zingni zaxmlantirdi. Oo, sen jim tur. Kunning qudratini o'zim tekshirib boqaman. İxtiyoring, ko'zingni qarg'i qilib olganga o'xshaydi. Onun degani to'g'ri. Kunga qarab bo'lib boshqa narsaga qarasa ko'ngil bo'lmaydi ekan. Sen oram ağın ben bu. Mening ishim bekchiq. Sening nimishqa bundoq isiq ekanligingni bek bilgim bor Quyosh. Buni sen mangu bilemeysen. Seni agahlandırıp koyay. Benim hararetim, nurum seni zahmlendirdi. Qiziq, men ko'zimni yumib olsam seni ko'ra oladi ekanman. Mende bitmez, tügümez energiya bor. Simba! Simba! Herkes kaşık tikilip qarama! Qolsam nimishga bo'lmaydi. U mening eng yaqin do'stim tursa. Ha? To'g'ri, o eng yaxshi do'stim. Ammo uning nuri bek kuchlik. Oo, shundoqmi? Quyosh yorug'lik chiqardi, u bo'lmasa yer shari qorong'ulik cho'midi. Hasharat o'simlik degan narsalar bo'lmaydi. Quyosh, turg'u yulduz asosimizni podshoyi, men sizlarga bir hikoya aytib beray. Mening bir do'stim quyoshga tikilib qaraverib, uzoq qolmay qarg'ub qoldi. O'tliq nurli quyosh, sening kuch qudratingning siri nima? Meni sen qishliq uyqudan uyg'otsan. Ben seni istimen, sana hem varlık canlıqa yardım kılıben. Rahmat sana quyosh, degina sening kuch qudratga erishdiki, siring zodi nima?
Bağırma! O seni cezaladı! Voy Xudoyim, hech nimani ko'rolmayaptiman. Oh, Qo'rqyaptiman. Bichora! Men darhol doktor Alisni chaqirib kelay. Hozirlik kelaman. Saqlab tur. Alias! Kim o? Alias! Chapsan bol. Seni dostumni yana qapiray. Chiq! Ma'qul. Ko'zingni olis ko'rib baqsin. Men ko'rolmadim. O'zini qolay, uni qutuldirib olgin. Ko'rib baqay. Uni saqaytsang, sendan mangu minnatdor bo'lardim. O'zingni besavol do'stim. Uni cho'qib saqaytqili bo'ladi. Men ayolimni boqaman, yemaklik deb beraman. Quyosh bir o't shari osmonda turib bizni isitadi. Men senga hamroh bo'lyaptiman. Sen saqaysan, xotirjam bo'l, qadrligi. Qaranglar, mening mulozimim bek azobli. Tushundinglarmi? Men tushundim. Bunidan sabaq qilinglar. Tabiat qonuniyatiga hurmat qilinglar. Bo'lmasa taqdirdan qarshi uchraysizlar. Tushundim. Men bugun nurg'un film o'rganib oldim. Mishka bilan bildiganlari texmejik yeniga basanglar, o'gitib qo'yadi. Xo'ja. Xo'sh. Vaqtriyaga bordik. Biz qaytaylik. Hamsi yugurayli. Yuguraylik. Tez yugurayli, quzg'un bek kechib ketdi. Ma'qul. İşkilarning o'yini tugudimi? Kechiring bir opa, muhim ishim chiqib qoldi. Dinba, sizlar bilan o'ynayolmadim. Men o'rmonlikni ham aholilarni tushunish uchun har kuni o'rganish qilyaptiman. Men texi bizni unutib qoldimikin debdiman. Binbo, qadrligim, nim bo'ldi? Maymunlar arig'i elib urdi. Urdimi? Sinba nima ish qildi? Sana yordam qilmadimi? Men Bakrona yendiydim. U menga dars o'tadi. U menga har xil puroqlarni purashni o'rgatadi. Bu sen qatnashgan birinchi soatlik dars qaraganda yoqtirib qolsa. Shundoq, men tuyuqsizlab Binbo xatar ichida qolib, yordamimni kutayotgan bo'lishi mumkin deganni his qildim. Bu 6-sezgi. To'g'ri, men shundoq dedim. Sen ba tushundi. Oldingi 5 sezgi yo'qtiribla 6-sezgi bor bo'ldi. Hozir purashnimi tushundi. Shundoq. Sinbaning deyishicha, bugun uning purashni o'rgatibsan. Sinba cho'qim dadisidek. Oliy janob, botur, cho'ng bo'ladi. Qo'rqdingmi? U maymunlardek eskigan. Aram, ukang bilan berib olsin chaqirib kel. Ma'qul. Tez berib tez kel. Ma'qul. Men boraman. Do'stlar, baldir qaytib kelinglar. U saqlaganmi? Saqlaydi. Sizlar yana birga o'ynaysizlar. Rostmi? Sinba, dadisi takli bordir. Shunisi joyida jim turmaydi. Oldirmayli. Turmush uni o'zgartirdi. Sinba turmush o'rganishga boshladi. Do'stlari uningga har xil sezgilarni ishlatishni, ish qilganda oqibatini o'ylashni, boshqalarni hurmatlashni, inoq o'tishni o'rgatdi. Undaq bo'lsa, Sinba qarindoshlariga, do'stlariga qanday muomalada bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, venez ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on